Barchaga assalomu alaykum. Jahon chempionati ham boshlandi. Futbol mavzusida hozir bir viktorina qilmoqchimiz. Har birimizga bittadan futbol o'yinchi topishmoq qilib yoziladi va biz savol berib, futbolistimizni topishimiz kerak. Men kimman degan o'yin. Yozgan igroklarınız hozir o'ynayaptimi o'zi? Yo'q. Ha, faoliyatini tugatgan. Faoliyatini tugatgan. Xo'sh, men igrokimiz o'ynaydim. Yo'q. Ha, o'tib ketgan abi. O'tib ketgan. O'sha narsa bo'lishdan o'tib ketgan. Meni igrokim tirikmi? Tirik. Tirikmi? Tirik. Meni o'yinchim nimada o'ynaganmi? Messi va Ronaldo bilan birga o'ynaganmi? Yo, Messi va Ronaldo bilan ular qanday Birga komanda, birga ikkita komanda bo'lish kerakmi? Ha, Messi bilan ham Ronaldo bilanmi? O'sha davrgami yo'q. Ne, yakun. Penaltini ham bo'lyapti, ham sen bo'lyapti. Meni o'yinchim top 5 ligalarda o'ynaganmi? O'ynagan. Meni o'yinchim qaysi qit'adan? Savolning javobi ha yoki yo'q bo'lish kerak. Qit'asini ham ayting. Yevropadanmi? Yevropadan. Xo'sh. Meni o'yinchimiz tugatgan bo'lsa, xo'sh. Meni o'yinchim Latin Amerikasidanmi? Braziliya, Argentina. O'sha tomonlardan Latin Amerikasi. Yo'q. 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 Meni o'yinchim oltin to'p yutganmi? Yo'q. Yo'q. Messi va Ronaldo emas. Meni o'yinchim hujumchimi? Yo'q. Meni o'yinchim oltin to'pni yutganmi? Ha. Meni igrokim Yevropadanmi? Ha. Meni igrokim top 5 da o'ynaganmi? Ha, o'ynagan. O'ynagan. Meni o'yinchim hozirda trenerlik faoliyatini olib boryaptimi? Yo'q. Meni o'yinchim trener hozir. Yo'q. Xo'sh, meni o'yinchim Yevropadan bo'lsa, top 5 talik davlatdanmi? Ha. O'sha top 5 aytdik-ku. Top 5 davlatdan. davlat. Meni o'yinchim Yevropadanmi? Yo'q. Meni o'yinchim Barselonada o'ynaganmi? Ha. Tarantana. Oson bo'ldi-da. Aytish oson. Lekin Borsin qani o'sha yerga Hamston. Meni o'yinchim Angliya chempionatida o'ynaganmi? Yo'q. Xo'sh. Meni o'yinchim sbornisi. Sbornisi top 5 dan bo'lsa agar Angliyadanmi? Sbornisi Angliyami? Yo'q. Meni o'yinchim Holi o'ynayaptimi? Yo'q. Xo'sh. Meni o'yinchim o'ng oyoqmi? Vashshe u ahamiyatga ega emas. Meni o'yinchim tirikmi, hayotmi? Tirik bo'lmabdi-ku. Ha, tirik. Xo'sh. Meni o'yinchim Ispaniyada o'ynaganmi? O'ynagan. Ispaniyami sbornisimi? O'ynagan. Sbornisi Ispaniyami? Ha. Sbornisi ham Ispaniya. Xo'sh. Yaxshi. Angliyada o'ynagan bo'lsa. Meni o'yinchim hozir murabbiymi? Yo'q. Meni o'yinchim Ispaniyada o'ynaganmi? Terma jamoada. Terma jamoada o'ynagan, chaqirilgan deylik. O'ynaganda chaqirilgan, tamom, voti borda. Meni o'yinchim o'qitadimi? Shuna ha. Xo'sh, qaranglar, tamam. Ispaniya bo'lsa agar meni o'yinchim Ispaniya Barsada o'ynaganmi? O'ynagan. Keladi, bu joyga o'tiringlar. Meni o'yinchim hujumchimi? Ha. Meni o'yinchim защитникmi? Yo'q. Endi bitta pozitsiya so'rab So'rab chiqadi, nima qiladi? Birinchi bo'lib klub. Birinchi bo'lib topsa farqimi qanaqa savol bilan? Meni o'yinchim Realda o'ynaganmi? Ha. Xo'sh,
İspaniya Barsa'da, İspaniyalik Barsa'da. Men o'yinchim pik vaqti 2010-yillarmi? Eng zo'r vaqti, Zvezda vaqti. 2010-yil ana shu. Hayır, yok. To'g'ri, şeylarga zo'r o'ynagan. 2010-yillarga yaxshi o'ynagan. Ikkinchi o'yinda zo'r o'ynagan. Men o'yinchim 2000-yildan keyin o'ynaganman. 2000-yildan o'shadan, ha, o'sha vaqt boshlagan ha. Boshlagan. Вообще naqsli. Meni o'yinchim yarim himoyada o'ynaganmi? Yo'q. Meni o'yinchim jahon chempioni bo'lganmi? Yo'q. Xo'sh. Meni o'yinchim jahon chempioni. Xo'sh, meni o'yinchim Tak. Значит, to'g'ri terdu o'shanaga. Meni o'yinchim himoyachimi? Ha. Ha. Afrikadanmi o'yinchi? Ha. Afrika degan u Amerika degan. Hamta. Meni o'yinchim vratarmi? Ha. O'yinchim Realda 2020-yil o'ynaganmi? Yo'q. Xo'sh, meni o'yinchim Mark Bartrami? Yo'q. Chelsea'da o'ynaganmi? O yo'qdanmi o'zi? Ha, yakun. Hammamizga bir qadam qolgan. Hamta. Bu yoqdan bu yoqqa. Chelsea haqida o'z-o'zini aytadi. Meni o'yinchim Valdesmi? Yo'q. Yo'q. Meni o'yinchim himoyachimi? Yo'q. Yo'q. Xo'sh, Pikemi? Piki. Dragbamek. Ha. Ha. Osman Çerşo sonra kalmış. Pinto mi? Ha. Faullardan tugatamiz, 20 o'ynamagan. Oltin to'p. Imina sizlar uchun juda ham yomon odam. Yomon igro bo'lib Realga o'tgan. Peki ayda Figo'da. Figo oltin to'p ikkitagimi? Ha, Dumatek deb o'tgan. Figo oltin to'p ikkitasi. Qachon bilasiz o'zi? O'zi didan. Nima Figo o'ynashi? Shu haqida to'g'ri esa o'rni. Şunu bana da takıyorum lan. Baklaşım bir yoğurt koyuyorsun. Qiyin.